Yo'ldagi bir lahzalik shoshqaloqlik yoki xursandchilik ortidan sodir etilgan xavfli harakat bir necha insonning hayotini xavf ostida qoldirishi mumkin. Oltiariq tumanida ham yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soluvchi transport vositalarini boshqarish jarayonida turli xavfli harakatlarni sodir etgan haydovchilar aniqlandi. Ular tomonidan yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzish, boshqa harakat ishtirokchilariga xavf tug'dirish bilan bog'liq holatlarga yo'l qo'yilgan. Xavfli harakat qilish birinchidan o'zlaring uchun xavfli. Hayotlaring uchun xavfli. Ikkinchidan bitta boshqalar bor. Ularda hayoti uchun xavfli. Nimaga shunaqa harakat qilinadi? Nimani isbotlamoqchi bo'ldilar shu harakat bilan, drift qilish bilan? Aniqlangan holatlar yuzasidan haydovchilarning shaxsiga aniqlik kiritilib, ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Qoidabuzarliklari bo'yicha belgilangan tartibda ma'muriy hujjatlar rasmiylashtirilib, haydovchilarga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinayotgan videolarni monitoring qilish davomida ushbu 3 ta Gentra rusumli transport vositasi haydovchilari to'y tadbirida ishtirok etib, xavfli harakatlarni, ya'ni yo'l bezorligi sodir etganligi aniqlandi. Ularga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-10-moddasi, ya'ni yo'l bezorligi qoidabuzarligi yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Haydovchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar davomida ushbu transport vositalarini boshqargan 2 nafar shaxsning hali haydovchilik guvohnomasi olmaganligi ma'lum bo'ldi. Yo'l hech kim o'zining mahorati yoki xursandchiligini namoyish qiladigan joy emas. Ayniqsa transport vositasida xavfli harakatlar sodir etish nafaqat qoidabuzarlik, balki inson hayoti va jamoat xavfsizligiga jiddiy tahdiddir. Qonun talablarini mensimaslikning oqibati esa baribir huquqiy baho bilan yakunlanadi. O'rtog'imni to'yida mashinada har xil yurilishlar qilib, xavfli manevrlar qilganimdan pushaymonman. Sizlarga ham bu ishni qilishlarni tavsiya bermayman. Qilgan ishimdan afsusdaman. Shu 12-avgust kuni o'rtog'im to'ydi. Shunda mayorlar qilib, shu mashinani eshib, qilgan ishimizdan pushaymonmiz mana. Instagramga qo'yishgan ekan, mana topib kelishdi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Buni birovga maslahat bermayman bunaqa qilishlarni. Qoidabuzar haydovchilarga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar va to'plangan hujjatlar qonuniy chora ko'rishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Oltiariq tuman sudiga yuborildi. Eslatib o'tamiz, bunday harakatlarni sodir etganligi uchun transport vositalarini boshqarish huquqidan 1 yildan 2 yilgacha muddatga mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Agarda bunday harakat transport vositalarini boshqarish huquqi bo'lmagan yoki transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida jarima solishga yoki 15 sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.